Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 5 may Uyg'ur Doppa bayramini tabriklaydi. Doppa Uyg'urlarning simvoli, milliy kimlik belgisi va xalqimizning shon-sharafi. Uyg'ur doppasiga ajdodlarimizning aqida va go'zallik qarashlari, tarixiy an'anasi, Uyg'urlarning udum bo'lib kelgan urf-odatlari va milliy xosligi mujassamlangan bo'lib, bir millatning kimligi faqat uning tili yoki tarixi orqali emas, balki u millatning simvollari va madaniyat orqali yashaydi. Shundaqla bu simvollarning biri va eng ko'zga ko'rinarliki Uyg'ur xalqining an'anaviy bosh kiyimi bo'lgan doppidir. Ve Uyg'urlar asrlardan buyon kiyib kelgan doppa faqat bir bosh kiyim emas, balki u bir millatning madaniyatining xotirasi, bir xalqning shon-sharafi va tarixiy mavjudligining simvolidir. Uyg'ur doppalari o'zgacha naqshlari bilan tabiat, mol-usul, muhabbat va hayotning davomliligini ifoda qiladi. Sharq Turkistonning Qashqar, Xotan, Yakan, Oqsu, Kucha, G'ulja, Turpan ve Qumul qatarlıq her bir yurtlarının o'ziga xos doppa naqshlari, rengi ve türü var. Bu ko'p xillik Uyg'ur madaniyatining molliqini va rangdorligini namoyon qiladigan bo'lib, bir Uyg'ur uchun doppa faqat bosh kiyimi emas, balki hurmat, tavallik va kimlikning simvoli. Bir xalqning tarixiy xotirasining jimjit, ammo kuchli quvvatchisi. Bugun 5 may ana shu ota-bobolarimizning bizlarga qoldirgan yaldamisi Uyg'ur xalqining mavjudligi va kimligining simvoli bo'lgan Uyg'ur doppasiga bag'ishlangan 5 may Uyg'ur doppa bayrami. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi vatan ichi va sirtidagi butun Uyg'ur xalqimizning doppa bayramini tabriklaydi. Türkiye'nin İstanbul şehrida Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfisi va Türk Ocaqlari İstanbul sho'basi tarafidan Türk dünyasının rəhbəri, milli ustazımız və Avustraliya Şərq Türkistan Cəmiyyətinin qurğucusu Ahmet İgenber'dən xatırlaş fəaliyyəti ötküzüldü. Fəaliyyətə İstanbuldakı Uyğur təşkilatlarının vəkilləri, Türk ocaqlarının əzaları, ziyaliler və nurgun mehmanlar qatnaşqan. Fəaliyyət aldı bilan Şərq Türkistanның hörlük üçün şehit bolğan barlıq qeyrindaşlarımızның ro'yiga atab xatmi Qur'on o'qilgandan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Abdurshid Abdulhamidning ichilish so'zi bilan boshlangan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfisining raisi professor doktor Erkin Ahmad riyosatchilik qilgan. Abdurshid Abdulhamid Ahmet İgenber'дің Şərq Türkistan davosiga zo'r to'hfa qo'shganligi, onun 1985 yılı Avustraliyadagi tunji Şərq Türkistan təşkilatını qurganligi, Avustraliyaning Şərq Türkistan musafirlarini qabul qilish uchun xizmat qilganligi va 1992 yılı Türkiyada o'tkazilgan Şərq Türkistan milliy qurultiyining raisi bo'lib saylanganligini, 1995 yilgacha bu vazifani o'taganligini ta'kidlab, bu faoliyatning maqsadining Ahmet İgenber'ning ish izlarini yosh avlodlarga yetkazish va uning tajribalarini o'rganish ekanligini aytgan. Faaliyette Türk Ocaqları İstanbul Şöbesi'nin reisi Dr. Cezmi Bayram, Profesör Dr. Sultan Mahmud Qashqarli, Hamudxon Göktürk qatarlıqlar söz qilgan ve İyi Partiyasının muavin reisi Dr. Ayuja Türkesh Taş, İyi Partiyasının muavin reisi ve Bursa parlament a'zosi Selçuk Türkoğlu ve İyi Partiyasının bayonotchisi ve İstanbul parlament a'zosi Buğra Kavuncular merhum ustazımız Ahmet İgenber üçün ta'ziyanoma yollagan. Amerikada panohliq tilganlarning Amerika pasporti olgandan keyin vataniga sayohat qilishini to'sadigan qonun loyihasi o'tirib qo'yilgan. Mushu oyning 9-kuni Amerika Davlat Majlisiga panohlanuvchilarning xavfsirgan davlatga qaytishini cheklash qonun loyihasi sunilgan. Mazkur loyihada siyosiy panohliq tilguvchilarning xatarlik davlatga, ya'ni o'zlari kelgan yoki ilgari ustidan shikoyat qilgan davlatga borganlarning panohligini qabul qilmaslik, qabul qilinib bo'lgan bo'lsa bekor qilish, agar Amerika fuqaroligiga o'tib bo'lgan bo'lsa fuqaroligini bekor qilish va zarur tepilsa chegaradan qo'g'lab chiqarib etish o'tirib qo'yilgan. Mazkur loyihada yana panohlanuvchilar agar xatarlik deb qaralgan davlatga Amerikaning davlat bexatarligi uchun xizmat qilishga avatilgan bo'lsa yoki shu davlatda qonun yo'sinda hokimiyat almashgan va panoh tilguchining hayoti uchun xatar deb qaralgan vaziyat almashgan bo'lsa, bu ahvolda farqli muomala qilinganligi eskartilgan.
Bu loyiha Amerika Davlat Majlisi Adliya Komitetining Cumhuriyetçi a'zosi Tom Tiffany tarafidan sunilgan bo'lib, navbatda Adliya Komitetining ko'rib chiqish bosqichida turmoqda bo'lib, guvohlik anglash yig'ini o'tkazish qatorliq bir yurish jarayonlaridan keyin tasdiqdan o'tsa ijro qo'yildi ekan. Amerika taratqullarining xabarida aytilishicha, bu loyiha inqilobiy qo'g'dinish atirtining generali Qosim Sulaymonining oila a'zolarining Los Anjelesda turayotganligi bayqalgandan keyin yo'lga qo'yilgan. Sulaymonining jiyani Hamida Sulaymon Afshar va uning qizi o'tgan hafta oxirida Federatsiya Ko'chmanlar idorasi tomonidan qo'lga olingan. Va bu oyning boshlarida Iranning sobiq yuqori darajalik amaldori Larijanining qizi Fatima Ardashirning Amerikadagi qonun salohiyatini bekor qilgan. Tiffany'ning aytishicha, Afshari Iran hokimiyatini ochiq-oshkor qo'llaydi ekan va uning 2019-yildagi panohlik talbi saxt ekan. Buning dalili uning o'zi qochib kelgan davlatga bir qancha qitim qaytib berishi bilan munosabatlik bo'lib, Afshariga 2019-yildagi tunji Trump hukumati mezgilida panohlik qabul qilinib, keyin Bayden hukumati davrida yeshil kart berilgan. Ammo u bu oraliqda 4 qitim Ironga berib kelgan. Tom Tiffany bu qonun loyihasini Amerika Ichki ishlar ministrligi va bosh taftishning o'z davlatiga qaytib borganlarga panohlik berishni cheklab, Federatsiya panohlik sistemasining faqat qonuniy ziyonkashlikka uchragan chet elliklarni qo'g'daydiganligiga kafolatlik qiladi va bu qonun bo'yicha Amerikada siyosiy panohlik tilab, orqadan shikoyat qilgan davlatiga yo'rg'ilganlarning fuqarolik salohiyati va siyosiy panohlik salohiyati bekor qilindi deydi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.